Assalomu alaykum Sayat TV'ning ashaddiy muxlislari. Mana biz Ufadamiz. Sizlarga bir narsani aytmoqchiman. 18+ videolarni do'stlaringizga yubormangizlar va do'stlaringizdan sizlarga tashlashiga yo'l qo'ymangizlar. Shuning orqasidan ko'pchiliklar qamalib ketyapti do'stlar. Bu yangilikni sizlarga yetkazmoqchiman. Va telefonlaringizni begonaga ishonib topshirmangizlar. Chunki bu ma'muriy javobgarlikka tortilyapti do'stlar. 18+ videolar uje telefonlaringizda tomosha qilsalaringiz ham ko'chaga chiqishda afzallikla telefonni udalib qilib tozalab chiqingizlar. Chunki ushlasa shu orqali qamalib ketishlaringiz ham mumkin. Yo sizlar telefonlaringizdan do'stlaringiz kimgadir yuborsa 18+ni do'stlar, shuning orqasidan ham qamalib, misol Rossiyada jarima solyapti, qamalib ketyapti ayrimlar. Shundayda do'stlar, 18+ videolarda iloji boricha tomosha qilmangizlar. Do'stlaringizga ham bermangizlarda, iloji boricha begona kishiga telefonni bermangizlarki, telefonlaringizdan birovga telefon taylasa. İşte bu 18+ videolar hozir juda qiyin bo'lib qoldi bu masalalar.